Maqaylanlar. Bak qolayliq, ajoyib so'z nima ekan? Menda alam chiqarsizlar, maqaylanjima. Mavkumurungni qatma-qat pakizlab, miyingni kontrol qilib, endi mush xiton yo'qtib, bak pakiz tozlaydi-ki yuzni. Tabiiy manda o'simlikdan tarkib topgan ma'nar ekan. Ostidagi ulanmaga isib qo'ydim, men zad foydalanadigan qarindoshlar qaraschi daqsiz. 5 minut o'tkazib, men jupray unumini o'zingni ko'rib chiqinglar. İşte alat sökep qo'ysizlar qarindoshlar, endi 5 minut o'zingni ishni qilasizlar. Men emas, jima 5 minutgacha erib qotadi. Ondan bevosita longovlar aytib sanglim mayli va yoki juva sanglim mayli. Önümünü körep baksanlı boldu cuma qarindoshlar. Mushu qaq kunduzda qopaplam, o'g'inib vizonlazroq nemdevde bek qolaylıqmışdan oldan paras pul sökövliplam. Qahva ishkesh boshqa ishlarni qilib turasizlar. 5-10 minut o'tgandan so'ng mana shu juvasanlar mush darajada nayt salqin, yumuran. Manda yamida qotirib o'tmaydi, shunda darajada oqatib pokizlibdi-da. Men ishonchlik bismillah tavsiya qilaman. Gach bo'libmi o'g'avallar, qiz-o'g'il o'rtaq ishlasanglarda o'g'avallar zadi. Men mayliq juysanglar, men haqzanliq edi-da. Astadaki olanmadan gaç paydalanılan olacağım ha.